Assalomu alaykum. Sho'xtil Life obunachilari, bugun biza Arda Xivadamiz. Bir gün oldin tayyorgarlik ishlari bo'yicha keldik. Bu yerdagi eng asosiy yangiliklarimizdan birisi bu. Xorazmda 9 tonnalik osh pishirilishi bir gün oldindan tayyorgarlik ishlarini ko'rsatish uchun bu videolarimizni qilyapmiz. Arda Xivada katta tayyorgarliklar yetib turibdi. Yana yonda katta bir qozon. Ana shunda ertang xudo xolasa bu yerda 9 tonnalik palov pishadi. Devarakinda archa qurilgan bir yerda sayil bo'ladi, xudo xolasa odamlar xalq keladi, bu yerda katta bayram bo'ladi. Shundan oldin tayyorgarlik ishlari yetib turibdi. Boshqami voha paxta yog'lari bilan birgalikda 9 tonnalik oshlarimizni shu yerda pishirjaklar. Tiyini o't yoqib qo'yibdilar. Katta bir o'joq. Bilsangizlar bir yili bu qozondan nechadir tonna osh pishirilgan edi. Ertaga esa Xivada pishadi yana. Voha paxta yog'lari tayyor turibdi. Qozonlar yana o'sha ovqat pishirganlar bu yerda. Yağlarını tayyorgarlik etib turibdilar. Tayyorlab turibdilar. Organizatorlar planirovka etib turibdilar, yana mo'jlarni. Bu yoqda suvlari. Voy voy. Bu yoqda televideniyaga ham Xorazm televideniyasi ertang chiroyli bir osh festivali, osh bayramini ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Ama bunu Sho'xtil YouTube главный kanallarımızda ko'rsatib boramiz. Bu yoqda archani qurib beribdilar. Arda Xivada. Assalomu alaykum. Yana bir gün oldin tashkiliy ishlar yetib turibdi. Bir gün oldin tashkiliy ishlar. Bu yerda archalarimiz odamlar uchun, xalq uchun bu yoqda sayil bo'ladi ertang xudo xolasa. Sho'xtil kanalına girib, asosiy kanalimizga girib, shularni ko'rsangizlar bo'ladi. Shu yerda katta qozon o'rnatilgan, ocaq hozir ko'rganlaringiz. 9 tonnalik palov pishadi deb turibdilar. Bir yanda bayram, archa bayram. Qarmang o'zlaringiz ham. Xorazm televideniyasi ham bir kun oldin kelib apparaturalarni o'rnatib turibdilar. Bakalım. Bu palovni bosh oshpazi, eng главный oshpazi Abdumannon akamiz Samarqanddan keldingiz axirang. Assalomu alaykum. Salomat. Tanishtirib bering qayta. Men Nusratov Abdumannon, Samarqand viloyat oshpazlar uyushma raisi bo'laman. Mana bugun nasib etsa Xorazmga 9 tonna Xorazmcha osh damlaymiz. 9 tonna bo'ladi. Albatta, 9 tonna. Tak, o'tgan safar necha tonna bo'lgan edi? Samarqandga yaqinga mana 7 tonna damlovdik. 7 tonna damlagan edingizlar. Xudo xolasa mana Xorazmga 9 tonna osh rekord bo'ladimi endi bu? Ha, xudo xolasa bu 9 tonna ham katta narsa. Ha, albatta akajon, xudo xolasa. O'zi bu qozoni necha tonna sig'adi? Bu rovna 10 tonna mahsulot kiradi. 8000 litr obyomi. 8000 litr. Qiyinchilik tug'dirmaydimi? Yo'q, endi bizlarga nima, xuddi bir mayda qozonda ishlaganda ishlaymiz. Yaxshi. Bu atrofingizda necha yordamchi bo'ladi sizga? Atrofimizga bir 50 ta yordamchimiz bor. Xudo xolasa yordam beradi. Asosan pastga ishchi kuchi ko'p bo'lsa, shuncha o'zimizga ham yengil bo'ladi. Ular ham oshpazlar, ular shef-povurlar. Asosiy shu mana shu Xiva shahri, keyin Urganchdan shu tanlab yosh bolalarni yosh mahoratchi oshpazlarni chaqirganmiz.
shularni nasib bo'lsa mana shu osh jarayoni bilan birgalashib xizmat qiladi ular. Ertaga Xudo xolasa osh bayramini ko'ramiz siz bilan birga. Xudo xolasa osh bayrami ertaga boshlaymiz nasib bo'lsa akajon. Rahmat. Salomat. Ishlaringizga omad, iloyim mazali, chiroyli bo'lib chiqsin oshlaringiz. Salomat bo'ling, katta rahmat. Rahmat. Omad. O'tlarni ham jonlantirib berdilar. Bugün qozon tayyorgarlik ishlari yetib turibdi yana bugun. Qalin ekan bu qozonlarimiz ham. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz ham chef povurmisiz? Ha, chef povur mana endi Manon akam kattarog'i, biz shogirdlari, shogirdlarisiz. Xo'p, endi bu yerda bugun nima tayyorgarliklar bo'lib turibdi? Bugun ertangi oshni maslahatishi, ertangi oshni soladigan mahsulotlarni hammasini taxlab, ertaga solishni reja qilyapmiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Ha, hisob-kitob ishlari, hammasi. Masalliqlarni tayyorlab turibsizlar bugun. Masalliqlarni tayyorlab turibmiz. 80% tayyor. Bu bundan katta masshtabda osh qilganlarında siz qatnashganmisiz oldin? Qatnashganman. Samarqand City'da 7 tonalik osh bo'lganda qatnashgan edim. Qiyin bo'lgan emasmi? Yo'q, qiyin emas. O'zimiz ishimiz-ku. Usta akangiz aytib turadi, kichkina qozonda pishirgandek gaptab turadi. Da, shunaqa. Undan nasib bo'lsa bir ertaga mazali oshlarni, palovlarni yeymiz. Xudo xohlasa Xorazmda ertaga 14-dekabr kuni 9 tonalik osh, marhamat. Rahmat. Yana Xorazmning doniqli povur bog'laridan birisi Ruslan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Salomatmisiz, sog'liksiz, omon yuribmisiz? Xo'p, endi nechik masalliqlar ketadi ertaga palova? Xudo xolasa shu o'zlarimizning to'y palovi bo'ladi. Xorazm palovi shu voha oyoqlaridan chiroyli qilib 9 tonna oshlarimizni damlaymiz. Bemalol Ardaxiy va majmuamizda bo'ladi. Kelib tanovul qilishingiz mumkin. Tayyor bo'lgan oshimizni xalqimizga tanovul qilish uchun tarqatamiz Xudo xolasa. Voha oyoqlaridan pishadi. Nechalik yog' ketadi buna? Xudo xolasa 800 litr yog' ishlatyapmiz. 800 litr voha oyoqlaridan. Oqshom voha oyoqlarini chiroyli qilib ekkaltirib, taxlatib tayyor qilib qo'yibmiz. Ertang faqat voha oyog'ini palovimiz pishadi. Gashir nechalik ketadi? Gashirimiz 2,5 tonna gashir aytib qo'yibmiz. Hozir Balla Zagatovkada 2,5 tonna gashir bo'ladi. 2 tonna 200 go'sht bo'ladi. Yana keyin 2,5 tonna guruch bo'ladi. Keyin undan tashqari mayizlarimiz bo'ladi. Yana yog' o'xshi plus minus hisobda 9 tonna bo'ladi. Salati bo'ladimi? Salat xudo xolasa endi hozir tashkilotchilar aytib qo'yibmiz. Olib keladilar. Shu palov bilan birga shu Ardaxiy va majmuasidan kelgan xorandalarimiz yeyishlari uchun tarqatiladi xudo xolasa. Palov bayrami bo'ladi ekan-da unda. Endi Xorazm palovi nomli osh festivali xudo xolasa shu yerda xizmatdamiz. Shu palovimiz mazali chiqishi uchun sifatli yog'larimizni tanladik, voha yog'larini undan boshqasini ishonib bilinmiz xudo xolasa. Omad bunda. Rahmat, salomat bo'lasiz, omon bo'lasiz. Hammangizni Ardaqiyda kutib qolamiz. Eng ishonchli tayyorlab albatta voha yog'lar. Hammangizni kutamiz. Bloklab paxta yog'lari yeb turibdi, yana voha paxta yog'lari. Temura. Zaketdan olib qo'ying, yo'q bollarniki bor. Abdumanna ustoz. Ertang Xudo xolasa Xorazm palovi nomli osh festivalining 9 tonna palovi qaysi yoqqa pishirasiz Xudo xolasa? Men shu Xorazmga kelib mana shu voha yog'i juda qulay tushdi. Mana shu nasib bo'lsa 9 tonnaga mana shu voha yog'dan ishlatamiz. Inshaalloh. Nasib bo'lsa. Bo'lmasa mana bugun hozir dog'lash masalasiga keldik. Yog'ni solish, dog'lashni boshlaymiz. Qani marhamat boshladik. Boshladik.
Yog'i ham zo'r ekan, buni qaranglar. Tiniq, hidsiz. Shunday, haqiqatan zo'r yog'. U Xorazmda eng ishonchli sifatli yog'larning bittasi. Assalomu alaykum. Menda sizga Assalomu alaykum. bosh po'rimiz menimcha sizsiz. Menda bir qiziqli savol uyg'ondidan. Xo'sh. 9 tonna palovingizni voha yog'dan nechchalim yog' sotibsiz? 650 litr solamiz. Shunda necha mashina keldi, eng oqshomdan buyon qatnab yotibdilar voha. Shunday, ha. Gap yo'q. Молодец, rahmat. Yog' masalasiga zo'r, yog'ga kamchilik yo'q. Xivada pishadi palovni zo'ri. Voha yog'ning joyi, davrani, to'ri, po'rlab biladi yog'ni. Qaysi biri zo'ri? Yog' tanlashda adashmang. Ovqatingiz mazasiz bo'lsa, vam bir peshonani sho'ri. Qaysi yo'q? Shunda 14-dekabr kuni Xorazmda katta palov bayrami bo'ladi. 9 tonnalik palovni shu yerda Xudo xolasa Arda Xivada pishishini ko'ramiz va maza qilib yeymiz. Hammang kelsangizlar shu yerda yana yonboshida ercha bayram bo'ladi, katta bayram bo'ladi. Kelib turib shu 9 tonnalik oshni nishatib tayyorlanishini ko'rsangizlar bo'ladi. Biz esa shuning bilan videoroliklarimizni yakunlaymiz. Yoqqan bo'lsa albatta like'larni bosing, kommentariy ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertangi palov bayramida ko'rishguncha xo'sh.